Nimaga muloqotda okey ishorasi ishlatiladi? Bu atama Massachusets shtatining Boston shahrida odamlar ataylab iboralarni noto'g'ri yozishlari mumkin bo'lgan kulgili tendensiyaning bir qismi sifatida paydo bo'lgan. Okey, all correct, hammasi to'g'ri, hammasi tartibda, ya'ni ushbu so'zlarning o'ynoqi noto'g'ri imlosidan olingan deb taxmin qilinadi. O'sha paytlarda shunchaki o'yin kulgi uchun so'zlar va iboralarni noto'g'ri yozish moda edi. Jumladan 1839-yilda Boston gazetalarida ushbu ibora ommalashadi. Post gazetasida birinchi marta qo'llanilgach, yanada e'tirofga sazovor bo'ladi. Muharrir Charles Gordon okey atamasini Martin Vanning 1840-yilgi prezidentlik kampaniyasini qo'llab-quvvatlagan siyosiy partiya okey klubiga ishora qilish uchun ishlatgan. 19-asrning o'rtalariga kelib, okey Bostondan tashqariga tarqaldi va turli kontekstlarda qo'llanila boshlandi. Bu uning mashhurligini oshirishga yordam berdi va gazeta va adabiyotlarda ham paydo bo'ladi. Telegrafning paydo bo'lishi ham okey so'zning tarqalishida rol o'ynaydi va u muloqot amaliyotining bir qismiga aylanadi. Okey atamasi 20-asrda musiqa, kino va kundalik suhbatlarda paydo bo'lgan, tobora keng tarqalgan. Bugungi kunda okey butun dunyo bo'ylab ko'p tillarda tan olinadi va qo'llaniladi. Ko'pincha kelishuv va ma'qullash ma'nosini ham anglatadi.